Mana shu yerda odam bor. Hop, mana birinchi kilimizni ham boshlab oldik. Scar bilan 10 ta kill qilishga harakat qilamiz. Kuzatib turinglar. Mana ikkinchi odam, buni ham o'ldirishga harakat qilamiz. Hop, mana o'ldirdik. Yana 8 ta qoldi. Mana uchinchisi ham hal, yana 7 ta qoldi. Hop. Ana to'rtinchisini ham urib oldik. O'yin yaxshi ketyapti. Kuzatib turinglar. Obuna va like bosish esdan chiqmasin. Mana bu yerda ikki kishi bir-birini o'tishyapti. Qani o'ldiramiz. Hop, birinchisini o'ldirdik. Endi ikkinchisini ham o'ldirib olsak. Hop, qani anaga. Hop, bitta yaxshi ikkinchisi ham qoldi. Orqasidan o'tib o'taman. Hop, ana ikkinchisini ham o'ldirdik. 6 ta o'ldirdik, yana 4 ta qoldi. Kuzatishda davom etavering. Xudo xolisa bu shartni ham a'lo darajada bajarib yakunlaymiz. Mana bu yerda ham odam bor ekan, buni ham otamiz. Hop, yana bitta o'q. Ana shunday 7-chi kill ham hal. Odam ashunda 8-chi killda ham o'ldirib oldik. Yana 2 ta kill qoldi. Obuna bosmaganlar obuna bosib qo'yinglar. Bu yerda ham odam bor. 9-sini otamiz. Hop. Yana ozgina. 9-chi kill ham tayyor. Yana bitta kill qoldi. Pastaga urishga harakat qilamiz. Xo'sh. Pastga shunisi tirik tursin. Aptech ko'ryapti. Bu yerga odamni qo'yib ketamiz chalg'itish uchun. Qayerda? Shu yerda edi. Bizni oldi o'ldirib ketishdi. Shart tugash yana bitta odam qoldi. Hop, buni ham o'ldiramiz. Shunda shartimiz xudo xolisa bajarildi. Keyingi shart kommentariyada aniqlaymiz. Obuna bo'lib, kommentariyada shartingizni yozib ketish esdan chiqmasin. Hali lekin o'yin tugamadi. Kuzatishda davom etamiz. Balki top 1 ham olarmiz. Hop, mana bu yerdan odam bor shekilli. Mayli. Yana turilib, Xudo Scarga qatib tushib, Scar orqali top 1 olaman. Ana shu o'ldigan uchun ham qasosimni olaman. Hop, mana shu yerda edi. Ehtiyot bo'lib kirib olish kerak. Hop. Mana shu yerga tushamiz. Men zirani tagida o'lgandim. Odam bor. Scar olmaguncha boshqa yo'lga o'ta olmayman. Shartimiz tugatgan bo'lsam ham men bo'yoq qilmoqchiman. Shuning uchun qurolimni olishim kerak. Hop, qurolimni olib ketibdi. Pastda odam yuribdi. Hop. Tagimizda turibdi. Pastda lootda meni Scarim bor. Scar olmaguncha o'q ota olmayman. Ehtiyot bo'lib turamiz. Meni ko'ribdi. O'tyapti. Daraxt chekkasiga o'tgandan sekin tushib olaman. Hop, yaxshi shans. Ehtiyot bo'lib ketdim. Tushishga harakat qilaman. Otib qo'ysa ham, o'lib qolsam ham mayli. Baribir shartni bajarib bo'ldim. Hop, chalg'itish uchun buni qo'yamiz. Hop, ana meni qurolim. Qayerga ketdi bu odam? Qizilyapti. Scar 3. Ana. Hop. Ashunda yana bitta o'q. Ana! 11-sini ham o'ldirdik. Endi bo'yoq qilish uchun birga bir qoldik. Xudo xolisa bo'yoq ham qilamiz.
Mana shu yerda oxirgi odam turibdi. Bir amallab yutib olishim kerak. Hop. Shundoq. Yana. Chiq. Mayli, nima bo'lsa ham bo'lar. Ot. Bu nimaga o'lmayapti? Bu nimaga o'lmayapti? O'ldirib qo'ydi bu. Nima panelmi bu? Ana xudoga shukr, urdik oxirgisini. Bo'ya. Shartni a'lo darajada tugatdik. Keyingi shartni kommentariyada aniqlaymiz. Obuna bo'lib, like bosish esdan chiqmasin.